Assalomu alaykum. Pulning haqiqiyligini qanday qilib tekshirishni bilasizmi? Yoki qalbaki banknot topsangiz, nima qilish kerakligidan xabaringiz bormi? Haqiqiy banknotlarni qalbaki banknotlardan qanday ajratish mumkin? Eng ishonchli usuli banknotni istalgan bankda tekshirishdir. Bu bepul, lekin har doim ham qulay emas. Demak, bugun haqiqiy pulni qalbaki puldan qanday farqlashni o'rganamiz. Haqiqiy banknotlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu himoya elementlarining mavjudligidir. Himoyaning asosiy elementlari esa quyidagilardan iborat. Suvli belgilar. Yorug'likda suvli belgilar tasvirdagidan ochroq rangda ko'rinadi. Tolalar. Qog'oz matoga kiritilgan rang-barang iplar. Relyefli bosma. Teginish orqali idrok etiladigan tasvir va yozuvlar. Gologramma. Burchak ostida qaralganda 3 o'lchamli gologramma tasvirni beruvchi element. Qog'ozning ichki tuzilmasida portret tasvirning orqa tomonidan mavjudligi. Ushbu tasvir yorug'likka qarab tekshiriladi. Endi esa qalbaki banknot topib olsangiz, nima qilish kerakligi haqida gaplashamiz. Bu jarayonda 3 ta asosiy qoidaga e'tibor berishingiz kerak. Birinchi qoida. Banknotlarni sizning cho'ntagingizga tushishdan oldin tekshirishingiz kerak. Agar biron bir shubha bo'lsa, pulni olmang. Ikkinchi qoida. Agar qo'lingizda allaqachon shubhali banknot topsangiz, u bilan xarajat qilishga shoshmang. Agar u haqiqatan ham qalbaki bo'lsa, eng kami huquqni muhofaza qilish organlarida vaqtingiz uzoq tushuntirish ishlariga ketadi. Uchinchi qoida. Shubhali pulni biron bir tijorat bankiga olib boring. Ehtimol pul haqiqiy, ammo shikastlangan bo'lishi mumkin xolos. Unutmang, tekshiruv bepul. Bank mutaxassislari odatda sizning oldingizda tekshiruv ishlarini olib boradi. Pul shikastlangan bo'lsa, almashtirishga yaroqli bo'lgan taqdirda bank sizga yangisini beradi. Agar pul qalbaki bo'lsa, uning qiymatini qoplab berishmaydi.